Hop, qumni almashtirib olamiz. Filtrni ichini ko'rsating. Qumni vashi rasvoy jahon bo'lib ketgan. Qumni chiqarib tashladik. Mana yangi qum solamiz, ikkita qopda. 25 kilodan o'sha 50 kilo, 50 kilo qum ketadi. Rachogimiz 100 kiloga to'g'ri ichini bo'shatib, yuvib, tozalab. Hop, bu qum qotgandan keyin sizlarni motoriga birinchi bo'lib kuch beradi. Motor ketgandan keyin cho'nchagingiz yonadi. Qolishi mumkin. Shuning uchun vaqtida ko'rsatib, profilaktika qildirib, agar tushunmasanglar bizga aloqaga chiqsanglar, borib profilaktika qilib berib, ko'rib, almashtirish kerak, yo'q, qanaqa nima hammasini tushuntirib qo'ydik. Bu yangi qum, bu eskisi. Qanaqa farq? Hop, baholasi qo'y bo'ldik. Ular yana ancha qanaqa bo'ldi.